Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Avvalambor Alloh taologa hamd, payg'ambarimiz Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ko'pdan ko'p salovat va salomlarimiz bo'lsin. Bizlarga Alloh taoloning rahmati, payg'ambarimizning shafoati nasib aylagan bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. 3-kitob 125-hadis. Abdulloh radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam bilan Madinaning xarobalarida ketayotgan edim. U zot xurmo shoxidan qilingan hassalariga tayanib olgan edilar. Bir guruh yahudiylarning yonidan o'tib qoldilar. Shunda ulardan biri boshqasiga, undan ruh haqida so'ranglarchi dedi. Ularning ba'zilari, undan so'ramanglar, yana bu haqda sizlarga yoqmaydigan biror narsa aytmasin desa, ba'zilari yo'q, baribir so'raymiz deyishdi. Keyin ulardan bir kishi turib, "Ey Abul Qosim, ruh nima?" dedi. U zot jim bo'lib qoldilar. Men u zotga vahiy qilinyaptimi deb turib ketdim. U zot bu hol tarqagach shunday dedilar: "Va sendan ruh haqida so'rarlar. Ayt, ruh Robbimning ishidir. Ularga juda oz ilm berilgandir." Isro surasi 85-oyat. A'mash bizning qiroatimizda shunday degan. Izoh: Hafs rivoyatida ushbu oyat ularga deb emas, sizlarga deb o'qiladi.